Ana, dadam yaxşı narsalarning hammani yeb oldi. Xotin, men seni, o'g'limni, ya'ni mushu oilimni deb yeyapman. Go'shtning hammasini yeb elib, yana sizlarning to'g'rimi? Albatta, men go'sht yeganda kuchlik bo'laman. Ondan Nasriddinni yengalayman. Shundaq bo'lganda uyimizga haqsiz yillikchidan birini akila alaymiz-da. Ajab aqlliq gaplar. O'g'lim gap anglasan, turib solib qo'shib beraman. Nim qilyapsan? Mashq qilyapman. Bu yoqqa kel. Men sen qanday mashq qilishni o'rgatib qo'yay. Yo'q, men putini osmon qilib tik turishni mashq qilsam nima bo'ldi? Putini osmon qilib tik tursang kuchni oshirg'ili bo'lmasa. Nasirda, sen mashq qilmasang boyga yillikchi bo'lib qolasan. Bugun sizlar qanday musobaqalashmoqchi? Hurmatli Qodir molam, bu qitim mening deyinim hisob bo'lsin. Ig'irlik ko'tarishdan musobaqalashaylik. Nasriddin aka, sen rasul aşı taşını ko'taralamsan? Nasriddin, meningcha baslashmasang bo'larmikin? Yo'q. Meningcha, menga nisbatan bu tosh pek yinnikkan. Ishonmasizlar, ko'tirish baqamdiq. Qarsizlar, bu tugman teshi bu tosh qulupdan xeyli ig'ir. Men uni beshimning ustiga chiqara olmayman. Men avval ko'tarib baqay, ko'tarib baqay. Bu tugman teshi ig'irmikan? Sizlar boshlarini ustlariga chiqara olamdilar. Endi mening karomatimni ko'rsla. Mushunda qism bo'lamdi. Tugman teshi mening beshimning ustida turgandi. Yaxshi oldi. Mushunda qism bo'lamdi. Mushuma hisobmi? Mushuma hisobmi? Tugman teshi Nasriddinning beshining ustida turmamdi. Mushi hisob bo'lsa, men yarnima beshimning ustiga chiqara olayman. Qarab tursinlar. Bayxo'jam, qanday qis qilib o'tdilar? Nasriddin, shuni qilma, hisob emas. Ko'pchilikning hammasi ko'rdi, tugman teshini beshimning ustiga chiqara oladimi-ku? Bu hisob emas, qaytadan musobaqa qilishimiz. Bayxo'jam, bayisili yarnimi beshimning ustiga chiqara olayman degan tiliqo. Qaytadan musobaqa qilish baqamdilar. Qaytadan musobaqa qilishayli. Bir narsa etishdan musobaqa qilish baqayli. Kim jiroqqa ota olaydi ekan? Unda bo'lsa gapimiz gap, ha? Nima otadiganimizni men bekitaman, ha? Nasriddin, nimani etishni o'ylab qo'ydingmi? Ha? O'ylashyapman-ku mana. Nasriddin aka, bu niyigina kuchlik bo'lib musobaqada to'lasan. Bularni yemasammi bo'ladi? Gulnor, siz ovar bo'lmasingizmi bo'ladi?
Men amal topdim. Musobaqaning boshlanganligini jakalayman. Nasriddin, nima etishdan musobaqa qilishimiz? Ha? Ha, meningcha biz buni atayli. Tamni keyniga atalsak yengen bo'lamiz. Bu Gulnorning qo'lyog'ligi bu. Nasriddin Gulnorning qo'lyog'ini olgan chog'da sen bor eding-ku. U yeydiganingni qo'yda tursa, boshqa ishlarni o'ylaydigan nadikichi olasiz? Mushu nima? To'g'ri? Mushuni. Nasriddin endi menga yillik job ishlashni o'ylashib qo'ygan. Bayg'o'jam, barliq kuchlarni ishga sasla, ha? Xotirjam bo'l, hargizmi bo'ldi qilib atmayman. Sen meni ishga betirdingmi? Zo'rliq kuchi ishlatishga bo'lmaydi. Boyaqisi hisob emas. Men yana bir qitim etib boqay. Qancha qitim asli bo'laverdi, ha? Nasriddin, buni tamning kayniga yetish mumkin emaskan. Bayg'o'jam, sizlarning kuchlar yetmadi. Yuvashlik bilan ixra bo'lsizlar. Undaqda sen bir etib baqa, men ko'rib baqay. Chataq yo'q. Obdan ko'ryapsizlar, ha? Nasriddin, qo'rqdingmi? Ha? Men kuchli bo'lgandan keyin yirg'aroq turishim kerak. Bu hisob emas. Qayta musobaqa qilishey. Bo'ladi. Bayg'o'jam ushuqlik qilmasalar. Nasriddin, seni hargiz boshqa yuratmayman.